Mana O'zbekistonda yangilik akalar suvni shunday qilib oddiy holatda sekin quyasizlar, quyib bo'lganlaringdan keyin paqirni bu yoqqa olasizlar va kepayni shunday olib kelib turib ozginadan mana shunday qilib solib tursalaring bo'ldi. Yemimiz o'ta ko'payib ketibdi. To'g'ri tushunasizlar, to'g'iz voro deysizlar uchun video qilib beryapmiz. Endi buni yana afzallik jihati yemni hammasi aralashadi, xohlaganlaringcha suv qilib tursalaring bo'laveradi. Mabodo kimlardir aytishi mumkin, burchagi aralashmay qolsa desalaring olib kelib, mana shu o'ttasini o'zida aralashtirib beradi. Bu yem mishalkamiz bo'ladi. Litri, kilosi qanaqa bo'ladi bular? Bu yem aralashgan mishalkamiz 226 ga ishlaydi. Og'ir yemlar uchun 300-350 kilo sig'imda oladi aka. Mana aralashtirni ko'ryapsiz, ichida to'ldirib qo'yamiz, bor nagruska bilan ishlayapti. Bor nagruska bilan to'ldirlik uchun, ya'ni hattoki toshib ham ketyapti. O'z bunaqa to'la solishlarini tavsiya qilaman. Xohlasangiz, naryoqda 1 tonnaligi ham turibdi. U necha pul 1 tonnaligi? 1 tonnalik narxi 15,5 million so'm. Bunimiz narxi 6 million 800. Endi qaranglar, endi tayini shunday holatda ochasizlar, o'zi avtomatik tushishni boshlaydi. Ya'ni qo'llaringni tiqib, buni ochib yurishlaring, sodirab yurishlaring kerak emas. Mana shunaqa holatda ishlaydi va undan tashqari drabilkalarimiz 1 million 700 ming so'mdan boshlanadi. 20 milliongacha drabilkalarimiz bor. Hattoki granulalar bor. Xohlagan mol qo'y sohasida nimaki zarur bo'lsa akalar bor. Eng chempioni mana chempion drabilkalar bo'ladi. Narxi necha puldan edi bular? Narxi 2 million 700 ming so'm alamilligi, 2 million 900 ming so'm misliga aka. Xullas, nihoyatda katta asat, pastki raqamlarga aloqaga chiqib, gazini bosib olin deyish esdan chiqmas. Bizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib qo'ying.